Assalomu alaykum hammaga. Biz kutgan o'sha Musashini Limited skini va nihoyat o'yinga qaytdi. Birinchi kelganda men qiziqmagandim. Adashmasam men bo'lmagan bo'lishim ham mumkin. Lekin hozirgi paytda biz bu skinni olamiz va sizlar bilan hammasini Musashi skinni haqida va Musashini skillari va fishkalar haqida ozgina ma'lumot berib ketaman. Bu yangi rubrika YouTube'ga qo'yiladi. Albatta yoqsa like bosasiz, yoqmasa shunchaki ignor qilasiz. Xo'p, Musashi skin haqida va undagi skilllar haqida tushuntirib o'tib ketaman. Hozir bir minut. Bo'ldi. Xo'p. Musashi List'da o'ynaysiz. Optda o'ynaydigan maniaklar ham bor, lekin optda o'ynashni men tavsiya qilmayman. Musashini doim aralash yiqqan yaxshi, ya'ni yarim DD, yarim tank. Yana mana bu yerda anaqa ham juda zo'r. Lesnikka uron yopdi, ya bitta pranikini va qolgani hammasi zashita uchun. Mana shu ham juda zo'r, tavsiya qilgan bo'lar edi. Xo'p, Musashini skillari haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Mushashini previous skilli bu uzoqdan birinchi skillni xuddi skill otadi, ya'ni valna otadi va u valnada qaranglar. Bu valnada mana shu valna ko'rasiz, o'sha valnani ichida mana shu kelayotgan, mana shu 30 gradusli anaqani ichida sizga berilgan skilllarni hammasini achishini qiladi va 0.5 sekund immunity control, ya'ni kontrolga tushmaydigan immunity qo'shadi. Skillni berganingizda ko'rasizmi? Xo'p, birinchi skill haqida tushunarlicha ma'lumot berdim degan umiddaman. Xo'p, ikkinchi skill haqida. Ikkinchi skill bu reward, ya'ni devorlardan va raqibga tekkanda ozgina jon oladi. Va ikkinchi skillni asosiy ishlatish maqsadi bu passivkasini to'ldirish. Ya'ni passivkasi nima qiladi? Ikkita stak bo'lganda oldiga borib oladi. Bitta stak bo'lsa shunchaki usulni atadi, ya'ni 2 marta qiladi. 2 ta uron beradi, ko'rasiz? 2 ta uron beradi. Lekin sizga 2 ta stak bo'lsa oldiga borib olasiz. Mana shunaqa ishlaydi. Va o'ynaganingizda, Musashida o'ynaganingizda avto atakani o'chirib qo'yinglar. Avtomatik baza. Nega? Chunki passivkasini shunchaki yo'q qilib yuborasizlar. Mana bunaqa bo'ladi-da. Mana shunaqa bemalol o'ynasanglar. Bemalol raqib bo'lsa, ikkita raqib bo'lsa, misol, mana bitta yana bitta raqib bo'lsa, mana shunaqa bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Misol orqasida mana bu kukla zilo, mana bu hunting atak bo'lsa, bemalol bitta bor orqasidagini urib olishingiz uchun ham juda foydali. Tushundingizmi? Ваша башня разрушена. Orqasidagini. Ultimate bo'lsa esa, ultimate vaqtinchalik o'sha 0.5 sekund davomida sizga immunity control beradi, ya'ni kontrolga tushmaysiz hamda qaranglar, ulti berganingizda raqib komandani mana passivka paydo bo'ladi, ko'rdinglarmi? Gul hozir o'shdi. O'sha jarayonda u raqib komandani ulti berganingiz
odam o'ldi tekkan odam umuman jonini to'ldira olmaydi. Mana shu gul svetochik o'chguncha u joni to'ldirmaydi. Nima bilan to'ldirsa ham boyaga soyuzniga to'lmaydi. Va bu sizni bo'lib